taratqularning bas-bas taratgan xabarlari qaraganda, bugunmi Uyg'ur ayinida Chag'on bayrami o'tkazish amali avj oldirilgan bo'lib, shaharning yezlargacha, ko'cha-ko'ylardan mahallalargacha bu bayramni o'tkazish Uyg'urlarning vatanni suyish, Junxo millati an'anasiga varislik qilish maydonini sinaydigan muhim faoliyat bo'lib qolgan. 9 fevral tarqalgan suratli xabarlarda Qashqar qadimiy shahar ayinidagi aholilarning Chag'on kelishi arpista uylarining oldiga Xitoycha masnaviy va qiyma rasmlarni choplashga tayyorlik qilayotganligi, yo'llarga panus esilganligi, kishilarning po'janza ko'tarib olganligi, bozorlarda chag'onliq buyumlarni sotib olish qizg'inligi ko'tarilganligi, hamma joyning quyuq bayram kayfiyati qoplaganligi xabar qilingan. Uningdan boshqa YouTube kanalida Chag'on bayrami munosabati bilan Paridio 2021-yillik to'r san'at kechiligining naq maydon videosi tarqatilgan bo'lib, riyosatchilarning kiyimidan tortib sahna so'zlarigacha Chag'onliq madaniyat nihoyatda ro'shan ifodalangan. Salam do'stlar, men riyosatchi shundaqla Xinjiang Paridio xalqaro savdo cheklanish shirkatining shirkat birlashma hamkorlashuvchisi Nijat Vali Yaqub. Hammamizning chag'iniga muborak bo'lsin. Do'stlar, yaxshimisizlar? Men Mo'minjon Abdukim. Hammamizning chag'inimizga muborak bo'lsin. Yaxshimisizlar? Men Adila Abliz. Hammamizning chag'inimizga muborak bo'lsin. Uyg'ur san'at sohasida ko'zga ko'ringan shaxslar bilan korxonchilar birlikda faoliyat qilgan hamda ko'ngil ichish bilan e'lon tashviqotini birlashtirib, Uyg'urlarning bugungi vaziyatda zamonning oldida ketayotganligidek qizg'in ko'rinish paydo qilishga tirishgan. Analizchilarning qarashicha, bayram bir millatning kollektiv engini tutib turadigan narsa. Xitoyning Chag'on bayramini dag'dug'liq tabriklashi va hamma yerda ommalashtirishga urinishi azaldan davomlashib kelgan bo'lsa-mu, yaqinqi yillarda bu milliy assimilyatsiya va zo'ravonlik tusini elib, texmi avj olishga boshlagan. Xitoyning maqsadi Uyg'urlar va boshqa millatlarning an'anaviy bayramlarini so'zlashtirib ham yo'qotib, Xitoyning Chag'on bayrami, Tavuz chag'ini degandek bayramlarni uning o'rniga dastishdir. Junxo millatining an'anaviy bayrami Chag'on yetib keldi. Hammanglarga Chag'onliq salom yo'llayman. Shundaqla har millat xalqiga cheksiz xushallik va baxt tilayman.